رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hörmətli qarindaşlar, biz bugünkü söhbətimizdə rastçılıq, səmimiyyət, içi sırtının oxşaş buluşu haqqında, yəni münasibət vaxtda həyatdakı düzgün, normal bir halətni saqlash haqqında toxtalımız. Bugünkü söhbətimizninki şuarı Abdullah radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan muttafaqun alayh bir hadis var. İnne sıdqa yahdi ilal bir ve innel birre yahdi ilal cenne. Rastçılık yaxşılıqqa başlaydı, yaxşılıq cennetke başlaydı degan mush hadis var. Ondan başqa Qur'oni Karimdagi Allah subhanahu wa ta'ala bizga o'rgatgan duolar ichidan Rabbi adkhilni mudkhala sidqin ve akhrijni mukhraja sidqin degan oyat. Yani mening boshlanish holatim nima? Bir ishga kirish holatim nima? Va oyoqlashish, yani shu ishdan chiqish holatimning hammasini rostchil, samimiy bir holatda qilsa degan duo kelgan oyatni o'zimizga shuar qilamiz. Ya'ni yuqorida o'qilgan hadisning mazmuni va undan keyin o'qilgan oyatning mazmuni bizning bugungi suhbatimizda yo'l boshchimiz bo'ladi. Endi rostchillik so'z gap so'zlarda, bu bir ish harakatlarda va insonning holatlarida bo'ladi. Uch xil o'rinda rostchillik bo'ladi. Endi so'zdagi rostchillik deganimiz so'zning sening qilayotgan ishingga, yuz berayotgan holatga mas holatda kelishi bu so'zdagi rostchillik bo'ladi. Yani bunda mu'min, yani o'zining so'zi amaliyatiga to'g'ri keladigan, qilayotgan ishiga to'g'ri keladigan bunda mu'min aslo yolg'on aytmaydi. Chunki ishga nisbatan yolg'onchilik hukmi hiyla mikridan iborat amaliyat. Haqiqatni, ishni ustun qilishni iborat. Masalan, egiz past qilish. Bu mu'minning aslo va aslo sifati bo'lmaydi. Mu'min xatolik o'tkazishi mumkin. Qilgan ishlarida ba'zi teyilib ketishi mumkin. Turib yo'ldan chiqib ketishi mumkin. Buningdan tavba qilib Alloh subhanahu va taologa duo qiladi, mag'firat talab qiladi. Bu ahvollar normal yuz beradi mu'mindan, ammo mu'min yolg'on aytmaydi. Chunki yolg'onchilik bizning bugun kunimizda normal ishga aylanib qolgan, oddiy qaralayotgan bo'lgan amaliyotda haqiqatni ostun va ustun qilishdan iborat. Haqiqatni ostun ustun qilib, oqni qor qilish, qorni oq qilish aslo mu'minning tabiati bilan mayli qasdan yoki boshqa shaklda aslo yuz bermaydi. Ilgari o'qigan hadisimizda deb o'tdik-ku, inna sidqa yahdi ilal bir. Rastçılık yaxşılıqqa başlaydı, yaxşılık cennetke başlaydı. Hadisning oxirisi kishi rast gap qiladi, yani amaliyatiga so'zi uyg'un keladi. Oxirida Allohning qishida, Allohning nazarida rastçıl deb yoziladi. Kishi yolg'onchilik gunoh ish qilishga, bag'an siri teyilib ketishga, patqoqqa petib qilishga boradi. Bu xil gunohlar insonni do'zaxga apiradi. Kishi yolg'on aytadi, Allohning nazarida yolg'onchi deb qana qiladi, putiladi. Demak, bu yerdagi rostchillik mu'minning xarakterininki birisi. Mu'min aslo va aslo yolg'on aytmaydi. Tabiiyki, mu'minning degan so'zlaridan ishlari ba'zi vaqtlarda azоб qilishi mumkin. Masalan, manda qilman dedi. Degan ishlarininki hammasini qilib bo'lolmadi. Ya'ni ig'izdan chiqqani amaliyatida asroq bo'lib qoldi. Bu mu'mindagi ojizlik deyiladi. Bu ojizlik, ya'ni degan gaplarni o'rniga ko'tarolmadi, joyiga akalamadi. Bu bir ojizlik. Ammo zo'lab qasdlab
qilmaydigan ishni qilaman yoki qiladigan ishni qilmayman yoki o'zining amaliyatiga qarshi holatda so'z qilishi mo'mindan aslo va aslo mumkin emas. Shunga biz musha kelgan vaqtda shu da'vatchi qarindoshlarimizga yoki atrofimizdagi qarindoshlarimizga tavsiya qiladigan bir nuqtalar bor. Masalan, insonda bir ojizlik bo'ladi. Bo'libmi da'vatchilar dinning har taraflarini kishilarga yetkazish mas'uliyati bor. Kishilarni kechida qiyom qilishga buyuruydi da'vatchilar, Qur'on o'qishga buyuruydi da'vatchilar, tirishishga buyuruydi, yaxshi ishlarni qilishga buyuruydi. Ammo o'zida shu ishlarning ba'zisi yo'q. Yoki azob qolgan. Qiyom qilishga buyuruydi-yu, o'zi qiyom qilolmaydi. Qur'on o'qishga buyuruydi, o'zi Qur'on o'qib bo'lmaydi. Boshqalarni yaxshilik qilishga buyuruydi, o'zi yaxshilik qilib bo'lmaydi. Mushta vaqtimizda biz bunga nisbatan qanday muomala qilamiz desa, shu qarindoshlarimizga qiladigan tavsiyamiz o'zimiz qilmaydigan ishni normal holatda, ya'ni boshqalar so'magan holda demaslik kerak. O'zing qiyam qilmaysa, kechisi boshqalarga qiyam haqida so'zlamaslik kerak. O'zing yaxshi ish qilmaysa, boshqalarga yaxshi ish qilish haqida so'zlamaslik kerak. Chunki biz davatgan rostchilik bu. Ammo sen bir da'vatchi bo'lish sifating bilan yoki shuni biladigan bir olim bo'lish sifating bilan boshqalar shu haqda sendan so'radi. Kishida qiyam haqida sendan so'radi. Yaxshi ish qilish haqida sendan so'radi. Endi sen so'ralding. Bu nuqtada haqiqatni aynı şekilde sen onu qilsang to qilmasang, men qilmagandan keyin boshqalar meni buni deb qo'ysam ayblimisin deb haqiqatni ostini ustin qilsang, sen yolg'onchining eng qattiq bo'lsa, haqiqatni aynı şekilde yetkazib qo'yish o vaqtda bo'ladi. Ammo so'ralmagan şekilde onunğa o'zing qilmagan ishlarni desang, sen buningda rasul olmay qolgan bo'lsa, bu intayin muhim inchki bir nokta. Yani rastçıl bir halet bo'lish kerak sende. Bu sözdeki rastçılık olsa. Ondan keyin ikkinchi rastçılık ifodasi ishlardagi rastçılık bo'ladi. Çünkü her qanday bir ishning qilinish nishoni, qilinish shakli bo'ladi. Reallikdami, amaliyotdami shu oxirigacha uyg'unlashish kerak. Masalan, bir misol olaylik, bir yaxshilik qiladigan kishidan birisi doktorxonadan birini soldi. Doktorxonaning asli qurilishida, boshqalarga e'lon qilinishida nomrodlar, kambag'allar uchun yoki haqsiz mulozimat qiladi yoki foyda ko'zlamaydigan doktorxona degandek nom bilan sog'am bo'lsa, keyin vaqtning o'tishiga ergishib, doktorxonaning normal ehtiyoji qamdalmasa, u normal ehtiyojini qamdash uchun qanday tadbir olsa bo'ladi. Ammo baza yaxshi bo'lib ketganlik bir nuqtasi ahvol ko'rilgan bo'lsa, bu yerda burun dastlabda bu doktorxonaning asli mohiyat xarakteri unutilib qilib, doktorxonaning shaklini foyda oladigan doktorxonaga o'zgartirib olish, ya'ni burun deyilgan o doktorxona foyda olmaydigan doktorxona yoki ommaviy ijtimoiy yordam doktorxonasi degandek gaplar oxiriga bo'lgani o'zgarib ketsa, ma'o ishdiki yolg'onchilik bo'ladi. Rostchilik olmaydi. Bir maktabdan birini ochdi yoki bir kursdan birini ochdi. Echilgan vaqtida, uning ilonida, masalan, boshqalarga tashviqot qilinishida bu haqsiz ta'lim tarbiya xizmatini sunudi masalan, yoki foyda ko'zlamaydi, masalan, shunday normal chiqimlar qamdalsa bo'ladi degan ahvollar bilan kirdik bu ishga. Ondan keyin bara foydaga yuzlanib ketsa, biz bu ishdan dastlabda kirgan rasulligimiz bilan chiqmagan bo'lamiz. Qur'oni Karimda sura Isroda Alloh subhanahu va taolo bayatın dersimizden başında okuyan ayetmiş şu. Bizge şunda öğretken bu rastçılık meselesini. Rabbi edkhilni mudkhala sidqin. Yani benim işimnin beşini mi o? Rastçılık olan başlığını nisbisla. Yani benim her qanday işqa rastçılık olan qadam aladigan bir halat. Nima basla? Ve akhrijni mukhraja sidqin. Ve meni işning ahirida rastçılık olan chiqaslik bo'lishdi. Yani işimning beşimi şunda başlansın, ahirsimi şunda başlansın. Degan bu şekil maduadın bizge rastçılıkni öğütüyotgan bir halat. Bu amallardagi qilayotgan ishlarimizdagi rastçılık. İşni boshqacha boshlab, oxiriga boshqacha chiqarish. Yoki ishning xarakterini boshqalarga boshqacha ko'rsatib, amaliyotda ishni boshqacha olib berish bu ishdagi rastçılık olmaydi. Ondan keyin
ahvoldagi insonning holidagi rostchilik masalasiga kelsak, biz rostchilikni bayotdan 3 ahvolda bo'ladi dedik. Birisi so'zlarda, o to'g'riliq azroq so'zlab o'tdik. Undan keyin ishlarda rostchilikning bir misollarini berib o'tdik. Endi ahvoldagi rostchilikning misoli har qanday kishining bir holi bo'ladi. Bir holi bo'ladi. Bu ko'pincha yushrun atrofdagi insonlar bilmaydigan bir ahvol, insonning ichki ahvoli. Alloh bilan bo'lgan aloqasi, ichki dunyosini insonlar bilmaydi. Sen masalan bir kishi naytı yuqori bir o'rinda boshqalar uningdan cho'ng-cho'ng ishlarni kutadi. Cho'ng-cho'ng ishlarni kutadi. Amaliyotda u cho'ng-cho'ng ishlarni qilmoqlik. Shuning bilan boshqalarning oldida cho'ng-cho'ng ishlarni qilgan qiyofatga kirib olishning o'zi bu bir rostchilik olmaydi. Rostchilik nima desa, Alloh bilan bo'lgan aloqang boshqalarning ko'ziga ko'ringandek holatda bo'lish. Tabiiyki, inson buni o'zining qo'ldig'idan keladigan ish emas insonning bu. Alloh bilan bo'lgan aloqasini haqiqiy ravishda buning sabablarini qiladi. Yani ichki dunyosiningki tashqi dunyosi ko'ringandek bir holatga kelishi inson buni o'zi keltira olmaydi, mumkin emas. Alloh bilan bo'lgan aloqasi Alloh bog'lasa ulinadigan aloqa. Allah qabul qilsa yaqinlasha oladigan aloqa u. Ammo inson sirtda boshqalarga shuncha muisbat yoki shuncha peshqadam yoki shuncha taqvo, shuncha mutavodi ko'ringanidek Allohning nazridimi shunda bo'lish uchun bulmanda bo'la olmaydi. Ham takrar davatime. Buning sabablarini qilish kerak. Shu vaqtida inson rostchil bo'ldi. Sirtisini intayin taqvo deb qaraydi. Sen sirtisini boshqalar cho'ng-cho'ng ishlarni qiladi deb qaraydi. Sen yoki yushunilib yoki bekinib olib kishilarning ashta qarashlariga nisbatan bir xil yo'q ishlarni o'zingdek ilhom tuyg'usi bilan ichki dunyoning bilan sirtqi dunyoda o'xshamaydigan bir holat kelib qolsang, bu ahvoldagi yolg'onchilik bo'ladi. Sen Alloh insonga ijtimoiy jamiyatda kishilar oldida hurmatni bekor qilmaydi, o'rinni bekor qilmaydi. Kishilarning idistikasini yo taqvo yoki seni ajoyib yaxshi odam, yaxshilarni qiladigan odam degan tuyg'uni bekor qilmaydi Alloh subhanahu va taolo. Sen buningga loyiq Allohga ixlos bilan bir ishlarni qila olasan, Alloh bilan bo'lgan aloqangni o'rindiya olasan, kishilarning beklandigan sendan kutayotgan ishlarini, kutayotgan umidini sirtda emas, o'zining ichki ahvolida. Agar sirtda oshkor bo'lib qolsa, amaliyotini ko'rib bunda demaydi, ammo sirtda boshqalarning ko'zida xuddi sening bir ishni qilayotgan odamdek, taqvo odamdek, u boshqalar uqmaydi amaliyotni. Amaliyotni kim biladi desa, sen bilan sening Robbing biladi. Dal sen bilan sening Robbing biladigan, boshqalar uqmaydigan ya'ni sirtda ko'ngining gibi boshqalar seni o'ylagandek bir holatga akilalasan, mana buning o'zi sening ahvoldagi rostchiliging. Aks taqdirda kishilar seni uzluksiz izlanayotgan, din uchun xizmat qilayotgan, millat uchun xizmat qilayotgan bir odam deb qaragan bir ahvol ostida sen shunda ko'rinib qo'yib amaliyatingda uxlasang yoki vaqtni zoya qilsang, uningga loyiq ishlarni qilmasang, bu ahvoldagi yolg'onchilik bo'ladi. Bu yolg'onchilikning navbatdagi kishilarga oshkorlanmagan bilan, atrofdagi kishilar uni tuymagan bilan, ammo Alloh subhanahu va taolo buning hisobini sendan oladi. Bu 3-chi ahvoldagi yolg'onchilik. Endi rostchilik yolg'onchilikning ahvoli. Demak, biz bugungi darsimizning asosiy mazmuni rostchilik temasida ketyapmiz. Rostchilikni deganimizdek so'zlarda, ish harakatlarda va ichki ahvollarda bo'ladi. Agar bir inson so'zlarida rostchil bo'lsa, ish harakatlarida rostchil bo'lsa, ichki dunyosida rostchil bo'lganida, Allohning oldida bu isbotlanganida, Alloh tabiiy hammani biladi. Demakchi o'g'limiz inson mushlarning hammani samimiylik bilan ishlarni o'z joyiga olib olgan, loyiq ravishda bir rostchilik ifodasini o'tirib qo'ya olgan vaqtda Alloh subhanahu va taoloning buningga beradigan ne'mati son-sanoqsiz bir ne'mat. Buning eng yuqorisida, bu ne'matning, bu mukofotning eng yuqorisida insondagi tinchlik, insondagi qalbi huzur. Bu eng chong ne'mat. Biz hayotda nurg'un misollarni ko'ramiz buningga. Ikki odam bor. O'xshash iqtisodiy ahvolda, o'xshash boshqa jihat sog'lomlik ahvollari ham o'xshash, ammo birisi shuncha salmoq, shuncha tamkin,
turmushi shuncha huzurliq. Ya'ni uning ruhiyatida siqilish yo'q, bir narsalardan ansash yo'q. Ammo yana birisi dal aksi. Uning bilan o'xshash iqtisodiy ahvolda, o'xshash bir shaharda yashayotdi, o'xshash muhitda yashayotdi, ammo ma'ning ruhiyati ajoyib iztirobliq. Bir nimalardan ansiraydi, bir nimalardan huduqish va bir xil jiddiychilik va har qanday odamning rohat yashag'usi va huzur yashag'usi va ammo bo'lolmaydi. Bu nima desa, Allohning ma odamga bergan ne'mati, ma odamga bergan jazosi urdi. Dal rostchil bo'lgan insonningki so'zlarida, ishlarida va amaliy ahvolida rostchil bo'lgan insonga Allohning beradigan ne'mati son-sanoqsiz ne'mati va buning ichidan eng ko'zga ko'rinarlik, biz eng qadrlashga tegishlik, hammadan hozir bugungi kunda talpinayotgan, yo'qitib qo'yayotgan bir ne'mat tinchlik, muqimlik, xotirjamlik, hayot, huzur ne'mati. Bu ne'matni Alloh subhanahu va taolo beradi. Undan boshqa ne'matlarni sanab bo'lmaydi. Hadis Ibn Majah, Imom Ahmad Darimi, Savban radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan bir hadisda. Deydi-ki, istaqimu va lan tuhsu. Sizlar ishingizni to'g'ri, loyiq ravishda yapmanglar va lan tuhsu. Sizlar erishadigan mukofotni sanab bo'lolmaysizlar. Ya'ni Allohga rostchil o'g'inimda, ya'ni o'zimning amal ibodatim orqali atrofimdagilarga rostchil samimiy o'g'inimda ularga kuyinish, muomalada samimiy muomala qilish orqali va o'zimga rostchil o'g'inimda, ichki ahvolimda normal, düzgün bir holatni saqlash orqali o'zimga rostchil o'g'anda men Alloh taolaning yuqori degan mukofotga shu vaqtda loyiq bo'laman. Bu mukofotning menda ko'riladigan mayli ruhiy jihatga ta'sir olsun yoki ijtimoiy jamiyatga ta'sir olsun, buni sanab bo'lolmaydi. Buni tasvirlab bo'lolmaydi. Boshqilda yo'q bir xil yuksak ruh, jushqun ruh, aktiv holat menda bo'ladi. Bu bekor kelib qoladigan narsa emas. Allah subhanahu wa ta'alaning ne'mati. Aynı şekilde, aynı vaqtning o'zida men bilan o'xshash muhitda, o'xshash yashayotgan ruhiy tushkun, hech qanday ish xo'sh yoqmaydigan, xotirjamsiz bir holatda turayotgan yana bir insonlarni ko'ramiz. Bu bir ne'matning farqi bu. Ne'matning farqi. Endi yuqorida rostchillik haqida so'zladik, so'zimiz oralig'ida rostchillikning taxim yorug'ini ifodalanish uchun uning qarshisi bo'lgan yolg'onchilik haqida nurg'un misollarni qistirilib o'tdi. Biz rostchillikning amaliy taraflarini, ta'sirini insonga ko'rsatadigan mukofotni his qilmoqchi bo'lsak, buning yolg'onchilik tarafga qarasak bo'ladi. Buning qarshisi, chunki shaylar o'zining qarshisi bilan obdan tushangili bo'ladi. Endi amaliyotda yolg'onchilik insonning shaxsiyatidagi, xarakteridagi bir ojizlikning ifodasi. Texmi iniqroq degan vaqtida tavhid o'qumining ojiz bo'lib qolganligi. Balkim bu gap sizlarga nisbatan sal yod kelgandir. Rostchilik, yolg'onchilikning tavhid bilan nima aloqasi edi? Bu intayin bir muhim bir nuqta. Dunyoda inson o'rgangan eng yaxshi insonning butun hayotiga ta'sir ko'rsatadigan narsa mening nazarimda tavhid. Tavhid degan nima demak bo'lsa, tavhid insonning kallasidagi shunday bir fikrki, meni yaratgan zot bir va yashatgan zot bir. O'lgandan keyin turgizadigan zot ham bir. Hisobot oladigan zot ham bir. Yashayotgan bu dunyorimda menga bir deganimi shu Alloh, bermaydiganimi shu Alloh, meni ustiga ko'tarib yuksaltiradiganimi Alloh, tushiradiganimi Alloh, azizlik ko'radiganimi Alloh, har biradiganimi ham Alloh. Mana buning o'zi tavhid. Endi inson mushu ideyaga haqiqiy biz bugunga temi shu rostchilik bilan kelgan bo'lsa, insonning mushu ideyaga ishonishi rostchil bo'lsa, inson qanday tuyg'uga keladi? İnsanın ko'ziga hech nima ko'rinmaydi Allohdan boshqa. Atrofidagilar ko'ziga aslo va aslo ko'rinmaydi. Chunki hech kimdan foyda manfaat kutmaydi, hech kimning zararidan qo'rqmaydi. Uningda o'ziga nisbatan ajoyib bir ishonch paydo bo'ladi, Robbiga nisbatan bir ishonch paydo bo'ladi. Shu vaqtida hech qanday
yolg'on gap qilmaydigan, hamishda rostchil, uddul bo'ladigan, kishilarning ko'ziga qarab turib, ichi bilan teshi o'zgarmaydigan bir holat mu'minda paydo bo'ladi. Unda mu'min ajoyib botirlashadiki, bu Qur'oni Karimdagi Alloh subhanahu va taolo bizga bayon qilib berayotgan payg'ambarlarning shaxsiyatida ko'riladi bu. Hud alayhisolatu vasallamninki Sura Hudning 55-oyatida qavmiga qilgan bir xitobi bor. Fakiduni jami'a deydi Hud alayhisalom. Hammanglar qilinglar deydi. Hammang kel. Xalqingni qil deydi Hud alayhisalom. Bir xil qo'rqmaslik, botirlik ifodasi. Andan oyatning keyniga qaraylar. Summa la tunzirun. Saqlab o'tamiz. Qani qo'lingdan kelganini qilinglar deydi. Deb bo'lib Hud alayhisalomni o'zi yolg'iz bunchalar jur'atli qilayotgan narsa nima? Oyatning oxiridagi inni tavakkaltu alallohi robbi va robbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha. Inna robbi ala siratin mustaqim. Mening va sizlarning Robbinglar bo'lgan Allohga tavakkul qildim deyapti. Ya'ni Hud alayhisalomdagi bu qadar ishonch, bu qadar jur'at, bu qadar qo'rqmaslik Hud alayhisalomning kallasidagi Allohga bo'lgan tayinish, Allohga bo'lgan ishonchdan kelgan. Demak, tavhidning insonda ko'rsatadigan ta'siri shu qadar darajada yuqori. İnsanın rastçıl ve yalğançılığı dal şu noktadan tevhidga bağlanıdı. Şoňlaşqa mu'minda her iş tepilip kılışı mümkün, lekin yalğançılık tepilmaydı deydi ya. Çünkü mu'min haqiqiy tevhid egisi bunu sıfat bilen hiç nimeden ensirmaydi. O kiladigan, özge kiladigan bütün zararlarning, kiladigan bütün menfaatlarninki hammasininki egisinin Allah ekanligiga ishonadi. Üzünün menfaatinin qo'ldan ketib qolishidan ansirab, yo'ldan chiqqan ishlarni qilmaydi yoki o'ziga kelayotgan zararlardan ansirab, yo'lsiz ishlarga chiqmaydi. Masalalarga samimiylik bilan, tuzlik bilan qaraydi, samimiylik bilan yo'l tutadi. Buningda asla haqiqatni ustun qilib asla va asla mavjud bo'lmaydi. İnsanning dunyodagi bütün işleri en yukarısı doğru yolda menişten taatip kiçikkene işlerinin hemmesi Allah'ın üstüde. İnne aleyna lel huda Sure-i 12. ayeti. İnsanın hatta bu dünyada yolu başlap menişten özü Allah subhanahu ve ta'ala'nın kulda. Ve alallahi qastus sabil aynı manada yani okşaş manada. Demek çoğu insanın hayatı dünyada yol tanlap menişten tartib en addisi küçük menfaatlığı hemmesi kimnin kulda oldu? Allah'ın kulda oldu. Del bununla işengen mu'min, bununla işengen muvahhid, hakiki kalbideki tevhid, işenç, imanda rastçıl olsa, o özüge şu kadar işenç kılıdı. Rabbiga şunca kadar işenç kılıdı. Hiç kimden ensiriş olmaydı. Kişilerge rastçıl söz, rastçıl muamele, içi teşi şaş buludu. Bu del rastçılıknınki, yalğançılıknınki tevhid bilen bolgan alaqısı. Yalğançılık tevhidning ajizligidan kelip çıkıdı insan degen tevhidi de rastçıl olmaganlyk tüpeyliden kelip çıkıdı. Endi bunda bunun münasebet yeni bir tarafi, mesela kişi nurgun sözlerini ağızdan çıkardı. Bulupmu ictimai kişiler bilen bolgan muamele yoki özünün kişilik hayatıda nurgun işlarni qilishni da'vo qiladi. Hatto Allohga mı deydi bu gapni? Men bunda qilsamken, anda qilsam qana duo qiladi. Endi mushuma hatta bu mu'minga nisbatan rost ve yolg'on bo'lib ayriladi. Bir mu'min Allohga nisbatan duo qilib, men anda qilaman, bunda qilaman dedi. Bir ishlarni iroda qildi. Bir ishlarni o'ylab, men bunda qilaman deb o'rtaga tashladi. Kishilarni o'tirdi, ashta da'vo bilan o'tirga chiqdi. Deb qo'yib, amaliyotida mushuning taqazzasi bo'yicha mangmasa, bu insonning og'zidan chiqqan shu duosi bo'lsin yoki boshqa ishlar bo'lsin, u yolg'onchi bo'ladi, rostchil bo'lmaydi. İnsanning og'zidan chiqqan so'zga diqqat qilmoq intayin muhim. Bir gapni deb qo'yganga yolg'onchilar. Ya unda olmaydi. Payg'ambar alayhisolamdan
Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan Tirmiziy xotirlagan hadisda va innar rajul la yatakallamu bil kalima, inson bir gaplarni qiladi, parvo qilmaydi, cho'ng gap emas deydi, shu gap sababli dovzaqa tushdi deydi inson. Qachon inson o'zining og'zidan chiqqanini, o'zining amaliy hisoblig'ini da bu inson shu vaqtda qutuq qazana oladi. Qutula oladi. Demak, bu rostchilik hukmi intayin kengir bir hukm. Darsimizning boshida o'tgandek, sening og'zingdan chiqqaningning amaliyatingga uyg'un kelishimi ham rostchilik, ishlaringning qanday shaklda boshlansa, qanday shaklda oxirlashishi yoki ishlaringning boshqalarga tasvirlangan sifatlarining amaliyatidami ham shunday bo'lishi, bu amallardagi rostchilik. O'zingning sirtqi ko'rinishi bilan ichki dunyoyingninki o'xshash bu bir holatga kelishi ham bumi ham rostchilik. Bu hergiz oddiy ish emas. Rostchilikning doirasi bu qadar ko'p. Endi musha kelgan vaqtda bayatni ozroq deb o'tdim, yana bir hadis keldi. Imom Ahmad Abi Umama al-Bahiliydan rivoyat qilgan bir hadisda mu'min har qanday mijozda bo'lishi mumkin. Ya'ni mu'minda har qanday mijoz tepilishi mumkin. Illaki mu'minda xiyonat bilan yolg'onchilik tepilmaydi. Kishilar bilan aralashib yashashni yaxshi ko'rishi mumkin. Tamam. Ayib emas. Yolg'iz yashashni yaxshi ko'rishi mumkin. Bo'ladi. Safar qilishni yaxshi ko'radiganlar va bir yerdan boshqa yerga bormaslikni yaxshi ko'radiganlar va kiyim kiyishni yaxshi ko'radiganlar va uni yaxshi ko'radigan, buni yaxshi ko'radiganlar va hammani ko'tarib ketishi bo'ladi. Mu'minda bular ahvolat tepiladi. Bu mu'minning iymoniga ta'sir etkazmaydi bu ishlar. Allohning rasuli belgilagan prinsipni chetilmagan ahvol ostida uning iymoniga ta'sir etkazmaydi. Mu'minning darajasiga ta'sir etkazmaydi. Bu mu'minni ko'tarib ketaveramiz. Ba'zilar sehiroq bo'ladi. Ba'zilar pulni sal avaylaydigan pulga amro qiladi. Buni tepiladi mu'minda. Ammo ikki narsa tepilmaydi. Birisi yolg'onchilik, birisi xiyonat. Yolg'onchilik va xiyonat mu'minni dindan chiqaradi. Kishilar bilan keng aralashadigan mu'minni qabul qila olamiz. Yoki bikinma mu'minni qabul qilib bo'ladi. Degandek, boshqa har qanday mijozlik mu'minni qabul qilib bo'ladi, bosh ustidagi hammasi. Ammo yolg'onchilik va xiyonatga, haqiqatni ostin qiladigan, o'zining, millatning, dinning omonatiga xiyonat qiladigan sahib chiqmaydi. Bu xil ahvol oxirida oqib mu'min deb da'vo qilsangmi, uni dindan chiqaradi. Bu ahvol mu'minda aslo va aslo qana qilmaydi, tepilmaydi. Endi yana suhbatimizning oxirisida muhim bir halqaga keldik. Bizning kundalik turmushlarimizda jiq tepiladi bu, bizning hayotimizda jiq tepiladi. Ba'zi ishlardan qoqshaydi yani. Bir ishlarni qilmoqchi bo'ladi hayotda. Mayli dunyoviy ish olsun yoki uxroviy ish olsun, bir ishlarni qilmoqchi bo'ladi. Buning uchun duo qilganmi bo'ladi? Buning uchun iroda qilganmi bo'ladi? Keyincha bu o'zidan o'zi qoqshab qoladi. Men mana shuni qilmoqchi edim, Alloh nasib qilmadi. Men mana shuni duo qilgandim, bo'lmadi. Tirishibdim, oxiriga chiqmadi. Shada bugungi temamizga munosabatli taraf bo'lg'achqa buni tilga olib qoldik. İnsan agar mushu qilgan davosida shu nishoniga qarab minishida Alloh qilgan shu duosida rostchilan bo'lsa cho'qqum erishdi. Bu intayin muhim halqa. Intayin muhim halqa. Sura İbrahim'ninki 34-oyatida Allah subhanahu wa ta'ala nima deydi? Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Sizlar Allohdan so'ragan har narsani beradi. Shu boshqa biroz kelib, menda qilgan bo'pti, menda qildim, yo qilay debdim, qilolmadim. Bir ishni menda tirishibdim, menda qilmoqchi edim, menda buyuk ishni qilmoqchi edim, chiqarolmadim
Biz bu insonga ishonmaymiz. Chunki Sura Isro'ningki 19-oyatida Alloh subhanahu va taolo nim deydi: "Va man aradal oxirah" oxiratni iroda qilgan kishiga degani oxiratni nishon qilib, shunga mangmoqcho'g'a odam deb bo'lib, keyinida va sa'a laha sa'yaha. Bir odam bir ishni iroda qilsa, buning sabablarini qilish kerak. Sen bir ishdan natija qozonmoqchi bo'lsang, bir ishga iroda tiklagan bo'lsang, Allohga bir duo qilib, men mana ishni qilmoqchi edim, ey Alloh menga yordam qil demoqchi bo'lsang, buning sabablarini qilishing kerak. Sen gapni deb qo'yib, u irodani tiklab qo'yib, u qadamni olib qo'yib, amaliy uning taqozzolarini o'rindimisan, uning qilishga tegishli vositalarini, sabablarini qilmasan, va huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura ki cho'qqum yetdi o'zining ko'zlagan nishoniga. Oyatning mazmuni shu: "Va man arada al-oxirah" haqiqiy nishon qilgan bo'lsa deb bo'lib, "va sa'a laha sa'yaha" shu oxirat nishonlagan oxiratiga amaliy harakat qilgan bo'lsa, va huwa mu'min holatda fa ulaika kana sa'yuhum mashkura ki cho'qqum uning mukofotiga erishadi. Cho'qqum u nishoniga qanday qiladi? Yetadi. Ya'ni qayta takrar ta'kidlaymiz. Bayatdan o'qigan oyatimizni: "Va ataakum min kulli ma sa'altumuhu" inson iroda qilgan, istagan, talab qilgan, so'g'an, ko'zlagan nishoniga cho'qqum yetadi. Yetamidi degan gap o insonda bu jihatda rostchilik yo'q degan gap. Chunki bu dunyoning bir qonuni edi. Mushakaga vaqtini bir muhim narsani bir naskartib qo'yay. İnsan ma şekilde yüzeyge tushunib qolsa olmaydi. Masalan bir nishon oldiga tiklidi, uxroviy, dunyoviy nishondan birini. Buning uchun duoni qildi, buning uchun da'volarni qildi eg'izda, voy men mushuni qildim degan shaklda ko'rindi. Ammo oxirida men buni qilolmadim dedi. Biz dedik buning hozir az ilgari. Amaliy buning vositalarini, sabablarini qilish kerak dedik. Dal mushakaga vaqtda hayotning bir qonuniyatini tushunish kerakki, inson bir ish qilish uchun qadam ilib, shuning amaliy sabablarini qilayotgan vaqtda cho'qqum mahrum qoladigan yana bir taraflar bo'ladi. O'zining ma'lum huzuridan voz kechish kerak u. O'zining ma'lum boshqa manfaatlaridan voz kechish kerak. Bu hayotning qonuniyati. Ammo unda qilmay, mening huzurim buzilmoqda. Men charchab qolmasam bo'ldi, jafo tatmasam bo'ldi. Boshqa menga kelayotgan boshqa manfaatlardan quruq qolmasam bo'ldi. An bo'shni qilsam bo'ldi desa, bu hayotni qanday qilmagan bo'ladi, tushunmagan bo'ladi. Hayotning qonuni unda olmaydi. Shunga biz olgan qadamlarimizda hammasi Rasululloh edi. Bugungi kunda har odamning har bir mush hayotda bir orzu nishonimiz bor. Vatan arzu nishonimiz bor, yurt arzu nishonimiz bor, oxirat arzu nishonimiz bor. Bugungi kunda hayotda qiladigan buyuk plan maqsadlarimiz bor. Buning uchun tashlashga tegishlik, badal to'lashga tegishlik taraflarda badal to'lash kerak. Vaqti kelsa, jon badalimi kerak, mol badalimi kerak, vaqt, charchash, huzur hamma narsa keladi. Buning hammaga hozir bo'lmaganda nishonga yetilmaydi. Bu rasulullohning ifodasi bo'lsin. Payg'ambar alayhisolamdan kelgan Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan Jamiyus Sag'ir tilg'arangan bir hadisda ma taraka abdun shay'an illa awwadahullohu khayran. Ma hadisga qaranglar, ma hadisning mazmunida banda Allohni da bir ish qilaman deb bir narsani tashlagan bo'lsa, cho'qim tashlash to'g'ri keladi, badal to'lash to'g'ri keladi. Bu hargiz uning quruq qoladigan tarafin emas. İlla avvadahullahu khayran minhu fi dinihi ve dunyahu. Allah onun din ve dünyasında taşlagan nasidan mı yaxshirog'ini to'ldirib berdi. Demak, sen büyük nishonlarga yetish uchun, ma'lum sen ko'z oldingdagi qiyomayotgan ba'zi narsalardan voz kechishing kerak. Shu voz kechalginingda sen rostchil. Da'voringda rostchil, xizmatingda rostchil, mengayotgan bu yolangda rastçıl. Eğer sen şunda rastçıl olgan vaqtında, o'zingning davosiga, to'lashga tegishli bütün bedellarni to'lagan vaqtında, qilishga tegishli bütün sabablarni qilgan vaqtında, sening bu nishoningga yetmasliging aslo va aslo mumkin emas. Demak, rastchillik masalasi oddiy eg'izdan chiqqan bir so'zlam
bo'lmasdan u odamning amaliy ish harakati ichki dunyosini biz ko'pincha hollarda ixlos deb ifodalaymiz. Ichki dunyosi ve hayotdagi har bir olgan qadamlarininki rostchil bo'lishi, oxiratda jannatga yetish, dunyoda o'zining ko'zlagan nishoniga erishish orqali oxiratda jannatga yetishdan tortib mushlarning hammasininki asosiy sabablaridan birisi rostchillik. Mu'min rostchillikning ifodalanadigan, gavdalanadigan kishisi bo'ladi. Mu'minda asla xiyonat ve yolg'onchilik topilmaydi. Alloh hammalarni bu xil bandlarning qatoridan qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.